Assalomu alaykum aslovchilar, baliq ishqibozlari. Meni qo'limga hozir sal ishdan chiqarroq maxfiy udishga tushib qoldim. Maxfiy qarmoq deydi buni. Bizning sharoitda juda ham kam joyda ishlatiladi. Shuning uchun buni ishlatish jarayoni ko'payish uchun, ishlatish qulay bo'lish uchun Izza bozoridan ba'zi bir kerakli narsalarni olib keldim. Bu nakonechnik, keyin ko'lcha deyiladi. Juda ham sifatligini Muzaffar do'kondan oldim, Izza bozoridan. Keyin katushka qo'yish uchun rukayatki deydi mana. Hozir shularni shu qalmoqqa o'rnatib, poplojniy udishga chiqar ekan, sizlar bilan ko'rib chiqamiz shuni ishlatish jarayonini. Video davomida ko'rib borasizlar ham uytaman, videoni kuzatamiz. Mana katushka o'rnatilgan joyiga lityonka yordamida hammasini mahkamlab chiqamiz. Marker yordamida qora rangga bo'yab chiqamiz. Shunaqa pletyonkada shoshmasdan sekin qatorasini to'g'ri olib, katta kuch bilan tortib turib o'rab chiqiladi. Pletyonkani markerda qoraga bo'yab chiqamiz. Qora rang o'zida pletyonka o'ralgandagi xatoliklarni ham bekitib ketadi. Uni ustida kley Aquix. Aziz o'quvchilar, mana maxfiy udishkadan qo'li bola uslubda tayyorlangan poplojniga mo'ljallab tayyorlangan qalmoqsi tayyor bo'ldi. Endi xudo xolasa yaqin kunlarda o'rga chiqsa, po'kat usulida tutishga ana o'shanda sinab ko'ramiz. Menimcha chiroyli taassurotlarni qoldiradi. Jamshid ukam bitta qalmoq beruvdi. Mana shu maxfiy udishka edi. Nakonechniga singan edi. Bunda nakonechnikni olib tashladim. Mana nakonechniga olib tashladimda Izza bozoridan bundan ko'lchalar olib kelib bir kalsavat qildim uni. Nakonechniga boshqa qo'ydim. Allambalo maxfiydan yasalgan udishga tayyor bo'ldi. Mana xudo xolasa keyingi o'yinda ishlatamiz. Juda ham yengil, qulay bo'ldi.